Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dostonbek Uz kanali obunachilari. Sizlar uchun xudo xolasa Muhiddin Uz kanalidan bitta chiroyli taklif bor. Admash aka, shogird taniysiz Dostonbekda? Ha, taniyman. Dostonbekda faqat hunajin chiqadi-da. Obunachilarga assalomu alaykum. Xudo xolasa. Akalar, Hayit bayrami bilan hammani. inshaalloh hayitga bir Dostonbekka ham bir hayitli qilaylik. Inshaalloh qilamiz. Ukamiz o'zi jinday mazasi yo'q. Bo'ldi. Kelolmaganning hisobiga bitta o'zimiz chiroyli video obzor qilib beramiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaharchasidamiz. Ya'ni Abdumajid akamizning mini fermalarida sotiladigan 38 bosh xunajinlari bor va 42 bosh buqalari bor. Sizlar uchun xunajinlarni video obzor qilamiz. O'zimizning Muhiddin Uz kanalimizga akalar buqalarini xudo xolasa chiroyli video obzor qilganmiz. Xo'p, Abdumajid aka, Ho'la aka. bularimiz qisirmi, bo'g'ozmi? Bu qisiri ham bor, bo'g'ozi ham bor ichida. Hozir 70 ga 30 desak bo'larmikan? 70 ga 30 ha. 30% bo'g'ozlari bor ekan, ko'zga ko'rinayotganini aytyapmiz. Bir 70% qisiri bor. Ya'ni akalar qochishga tayyor bo'lgan mollar va oldi qochgan 6-7 oygacha bo'lgan bo'g'ozlar yuribdi ichida. Bitta ko'zga qarab aytyapmiz akalar, lekin bo'g'ozga berilmaydi. Bilganingizcha tekshirib olasiz. Azmash aka, bularimiz qachon kelgan o'zi? Bular dekabrda kelgan. Dekabrda boshida kelgan. Dekabrda boshida 6-7 oy bo'lyapti, shunaqa bo'lyaptimi? Shunaqa bo'lyapti. Yeyish-ichishlari salomatligi nima deymiz? Salomatligi mana. javob mana. Yeyish-ichishiga javob. 2 hafta tekshirib olasiz. Bir hafta ham emas. Ha, 2 hafta tekshirib ol. 2 hafta tekshirib olish sharti bilan sotilaveradi, ha? Ha, sotilaveradi. To'yg'iz bo'lsa bo'ldi bularda. Ha? Asha silyosni berib, silyos kepakka to'yg'iz bo'lsa bo'ldi. Aybini ham aytib qo'ydingizmi? Ha, aybi yeydi. Yeydi faqat. Mana, bu bitta buqachamiz qoladi. Bu Mesni shagird bu. Ha, shagird. Shagird. Sumbulog'a u. U oldi kelganda ham boribdi o'sha shagird. Xo'p. 38 boshli ichida necha puldan necha pulgacha mollar bor bu yerda? Azmash aka? Bu yerda 25 milliondan 29 millionga mol bor. 25 milliondan boshlanadi. 29 million so'mga davr tanlab oladi. 29 millionga mana unga bo'g'ozligi bilinib turgan mollar tanlab oladi. Mana, akalar, qonni kattaligiga aytyapsiz xolos. Balki bo'g'oz emasdir, tekshirib oling. Endi bu qarang, dastavka masalalarimiz nima bo'ladi? Dastavkasini bir mashina olsa O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Bir mashina olsa. Ha, bitta ikkita oladigan odamga vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab ketaveradi, ha? Ketaveradi. Xo'p, akalar vodiy bo'ylab bitta ikkita olganga O'zbekiston bo'yicha bir mashina, ya'ni bir 10 ta yoqda olsangiz ketaveradi. Ichidan bir 10 ta terib olsam necha pul? 10 ta terib olsa 28 milliondan qilib beramiz. Ashini ichida o'zi bir 5 ta 6 tasi bo'g'oz ketib qolsa kerak. Ketadi. Hammasi ham bo'lishi mumkin. 10 ta tanlagan. Chiqarib bersangiz-chi? 10 ta o'zim chiqarib bersam 26 milliondan chiqarib beray. 26 million. Hammasini bir joygachi. Hammasini bir joy 27,5 milliondan chiqarib. Yo'q, yarim million. O'ptachi, u meni kanalimda bo'lsin. Bu ajinchilarda bular. 27 milliondan olsin. Ketaverdimi? Ol. Akalar, 27 million so'mdan Dostonbekda obunachilar uchun mana shu xunajinlarda xudo xolasa tavsiya qilib boramiz. Dostonbek ukamizda bilasizlar, xunajin ashaddiy obunachilari bor. Keyin bitta narsa, oldi bo'g'ozlari bor deyapmiz. 29 million so'mga tanlab olyapsiz. Nari berib borsa 2-3 oyda ichida kuzga rasa bolalaydi. Bolalaydi. Kuzga bolalab qolsa shu mollarimiz akalar. Endi bu qarang. Sizga qanaqa foyda? $1000 olib kelib tashlab ketaversin. Olib kelib tashlab ketaversin bolasini. To'g'rimi? Xunajin bo'lsa 11 million, 12 millionga buqasini. 13 millionga buqasini. 13 millionga ham olib qolaveradi. Qo'yiq suyug'i $1000 dan xaridor bor. U ham Admash akamiz o'zi vegan emas. O'zi baqib oladi yana. Endi akalar, salomatchiligi, yeyish-ichishi deganiga molni issiqlatib qo'ymasangiz, o'ldirib qo'ymasangiz, aytib qo'yish kerak-da bu narsani. Bir yashir-bashir qilib qo'ymasangiz, bu mollar o'zi kelgan paytda bir yengil chiqib qolgan. Endi babi qaytarilmaydi deb bo'lmaydi. Qaytarilib qolishi mumkin. Shuning uchun yashurlardan salomatchilikni e'tibor turasiz. Lekin sizga bir hafta emas, imkoniyat 2 haftaga garantiya. Mana, bu qarang. Mana shu bo'g'ozligi bilinib qolgan. Endi avvalo xudo, sizlar yaxshi tushunasizlar obunachilar. Mana unaqa gibridlari bor akalar. Manaqa vobshe ko'rmaganlaringizdan. Fahmoqlaridan. Dastavkadan o'ylanmang, ish-ichishdan o'ylanmang. Tekshirib olasiz. Manzilni yana ham to'liq tushuntirsak, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanining sentridan Qorasuv shaharchasiga qarab 7-8 kilometr yurasiz. Yo'lda press keladi. Qorasuv sentriga yetmasdan 2 kilometr yetmasdan press keladi. Bo'ldi, pressda to'xtaysiz. Chap qo'lingizda ayron. Ayronchilardan so'rab, mashinadan mol chiqardi Abdumajid akam desangiz, sizga ko'rsatib qo'yadi. O'zi yo'lni bo'ydamiz, katta yo'lni bo'ydamiz akalar. Umuman muammo yo'q yoki ekrandan nomerga aloqaga chiqing, lakassalar tashlab beriladi.
Xudo xolasa, kimgadir qiziq bo'lsa, bittaga ham sotiladi bular, ha? Ha, sotiladi, bittaga ham sotiladi. Bir doning buni molni qarang. Hoji aka, mana mana mollarni limuzin tushirib olsangiz, qonni katta ekan. Bo'g'oz bo'lib qolsa, limuzin tushirib oladigan bo'lsangiz, 1,5 mingga ham bergis kelmay qoladi. Xullas akalar, zotni birga rivojlantiramiz. Kimgadir moldan zaruriyat bo'lsa, mana qangi o'rganganlar. Nima deyapti u? Ketaman deyapti, qarang. Bu ketgan o'zi. Ha, mana shu sotilgan, ha, Ha, bitta. mana shu sotilgan. Bo'g'oz, akalar bo'g'ozga sotilgan ekan. Mana shu molimiz, bu qarang. Qorinni qarang. O'zi sut emaman deyapti. Yana qonida bolasi ham bor ekan-da. Shunaqa. Mashalloh. Qarang. Xo'p, bugungi endi Doston Bedo obunachilar uchun mana shu o'zingizlar bir akalar kelib ko'ringlar, ko'z bilan ko'ringlar, qiziqib qoladigan, qiziqtirib qo'yadigan mollar bo'lgan bular. Xudo xolasa kelishaversin, ha, mana shu ekan. Kelishaversin. Xudo Hamma xohlasa. xayri hammasini qilib dastavkalarimdan yetkazib beramiz. Ketdi akalar. Like bosamiz, kommentariyada fikrlar, qolgan ma'lumotlarga ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasiz.